Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Mark. Bugun videomizga xush kelibsizlar. Xullas, men 13-qishloqda yashayman va men haqiqiy o'g'riga aylanmoqchiman. Bu men hozir pulim yo'q, unchalik pulim yo'q. Xullas, men o'g'riga aylanmoqchiman. Sizlar esa kanalga obuna bo'linglar. Va Isaxon Plaza. Xo'p do'stlar, Isaxon Plaza. Xullas, men nasiga aylanmoqchiman o'g'riga. Xullas, men bugun bir shaharlik bo'yni bilaman. O'shani o'yini o'marmoqchiman. Tak, xullas hozir. Salom Jitil, yaxshimisan? Salom, yaxshimisan? Ishlab bo'lyapti va gaplar tekshirsan? Rahmat, yaxshi. Xo'p, do'stlar, xullas men o'zi Isaxon Plaza mana. Xo'p, xullas oldingi narsam Stevida hozir aytdim, qamoqxona videosida aytdim, hozir Markka aylantirdim. Va sizlar kanalga obuna bo'linglar. Jet rahmat nasib qilib qo'yganing uchun. Arzimaydi. Janob merga tezroq topshirib kelib, bugun oylik berarmikin, Berib qolar, mayli. Jetil ketdik do'stlar. Xullas, bugun katta bo'yni bilaman. O'shani o'yini o'miramiz. Xullas, janob mer o'yini ham bilaman. Ekran o'miramiz. Xullas, tak. Tak, janob mer, kirishga mumkinmi? Kiraver, eshigimni zo'raydi deding-ku. Tezroq kel. Xo'p, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Xullas, bugun janob mer men 3 soat yaxshilab tinimsiz mehnat qildim va narsa qildim. Nima bugun dam olish kuni-ku? Nimaga ishlading? Endi ishlagim keldi-da. Mayli, urug'larni tezroq bera qol. Mayli, men janob mer tinimsiz mehnat qildim. Xullas, janob mer uni berga urug'larni qo'yib qo'ydim, men ketaveraymi? Mayli, ketaver, damingni olaver. Xo'p. Xullas do'stlar, hozir bilib qolishiga ozgina qoldi. Xullas, men bugun bo'yni o'marmoqchi edim. Mana bu uyga sekin kuzataylik, qayerda ekan. Yordam. Ustimga qilib berib bo'ldim. Tak, tushunmadim, kim gapiryapti hozir. Mana bu yerdan Xo'p do'stlar, kuzataylikchi, hozir panada bekinib turaveradi tinchgina. Xo'p, mana shu yerda turaveramiz. Tak. Mana bu yerda seans chiqish kerak do'stlar. Hozir chiqib qoladi. Ozgina kuzataylik, chiqani agar chiqmay qolsa, nasib bo'ladi. Qani sekin uydan kuzataylikchi do'stlar, hozir sekin. Ana ketyapti shaharga. Sekin bildirib qo'ymaymiz. Yo'q shu. Kimdir o'qilma qarayaptimi? Hech kim yo'q ekan. Do'stlar shaharga ketdi. Yaxshi. Parola 4-8 tak teramiz. Jonim ochildi. To'xta. Ochildi. Do'stlar, o'maramiz. Bular bo'yligini qaranglar do'stlar. Hozir biz tashlaymiz. Tak, hozir boltamni olay. Do'stlar, mana bu narsalarni bo'ylaylik. Ketdik. Tak, hech nimaga tegmadi, bo'ldi. Qolgan narsa turaysiz. Sandiqni qo'yib qo'yish kerak do'stlar. Do'stlar, kattagina bo'ylikka erishdik. Endi janob meni sehdagi narsani o'g'irlasak va narsa bo'ladi. Tak, xullas tezroq ketamiz. Tak. Mana buni ham buzib tashlaymiz. Jetlar qarab qoldi shekilli-da. Ketdik do'stlar. Xullas, jetlar gaplashyapti. Bu bola qayerda kelib qoldi? Hali egasi kelsa aytib beraman. Nima? Tak, kimdirga gapirishyapti deyman. Ketdik. Do'stlar, ish qilib narsa bilib qolmagan bo'lsin-da. Tak. Sekin ish qilib janob mer ko'rib qolmasa bo'ldi. Xo'p. Mark, nima bo'ldi? Qayerga ketyapsan? Xullas, ishim bor edi uyga. Mayli, tezroq bo'l. Ko'chada adam yuraverma. Uyingda dam ol. Hop, mayli. Do'stlar, sezib qolishiga ozgina qoldi. Tak. Orqaga o'tib oldim sekin. Mana eshik. Eshik yopiq ekan. Sindiramiz qulfini. Ozgina mehnat kerak ekan, mayli. Tak.
bo'ldi. Ochildi. Do'stlar, ochildi. Qani sandiq ochar. Sandiq ham bek. Hozir mana ochamiz. Instrumentim bo'ldi hozir. Ozgina tiqilib qolay dedim. Yaxshi. Ochilyapti. Do'stlar, mana bo'ylarni qarang, mondan tashqari. Yaxshi. Olamiz. Vau, do'stlar, buni internetlarimga sig'may qolyapti-ku. Do'stlar, mana shuncha bo'ylarni olib kelib oldim. Yaxshi. Mana bilan sandig'imga tez solib qo'yishim kerak. Haliga qolib ketgan bo'ylarni ham hammasini olib keldim. Shuncha bo'ylik. Eng qiziq iPhone 8 Pro Max ham bor. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Sohon Plaza va Mark bo'ldi. Xullas, bu o'g'ir hayotning birinchi qismi edi. Ishqilib, politsiya chaqirmaydi deb umid qilaman. Xayr. Sohon Plaza bo'ldi.